الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xalifa bo'lgandan keyingi hayotlari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana xalifa bo'lib saylanishlikdagi u kishining aytgan so'zlari, u kishi xalifalikdan qanchalik o'zini olib qochganligi, lekin ummatning o'rtasida fitna bo'lmasligi uchun xalifalikni qabul qilganligi aytgan so'zlarini guvoh bo'lgan bo'ldik. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lishidan burun qanday inson bo'lgan bo'lsa, bu oliy mansab u kishini qalbini, ichki dunyosini hariz o'zgartirib qo'ygan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning quyidagi xalifa bo'lgandan keyingi kunda qilgan ishini bittasini aytib o'tamiz. Shu bilan shu kishining qanday inson bo'lganligi, xalifa bo'lgunga qadar va xalifa bo'lgandan keyin bilib olamiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga butun qavm bay'at berdi, u zot xalifa bo'ldi. Ertasi kuni Abu Bakr tijorat bilan shug'ullanar edi. Bo'yniga tijorat uchun olgan, sotilish kerak bo'lgan mollarni ildida bozorga qarab yurib qoldi. Xalifa, davlatning birinchi kishisi bo'yniga tijorat mollarini oldida ildida bozorga qarab yurib qolganida sahobalardan Abu Ubayda va Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhular yo'lini to'sib turib, "Ya xalifata Rasul, qayerga ketyapsiz?" "Ha, bozorga ketyapman." "Ha, musulmonlardan amiri bo'lib turib bozorda nima qilasiz?" "Ha, bola chaqamni kimdir boqish kerak-ku" deganda, "Qayting. Qayting, sizga baytul moldan maosh belgilab beramiz." U kishini uyiga qaytib olib bordilar hamda kuniga ana shu bir qo'yni bir yarim qismi bo'lgan go'sht va'da qilindi hamda 1 yillik 250 dinor maosh belgilanganda Abu Bakr bunga rozi bo'ldi. Ko'ringki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqirona hayot kechirgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi ixtiyor qilib tijorat bilan shug'ullansa, bundan bir necha barobar kattaroq bir boylikka, dunyoga ega bo'lishi mumkin bo'la turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga iqtido qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam madrasasining eng oliy talabasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr xalifa bo'lishligi bilan u kishining boshiga juda bir og'ir imtihonlar, qiyin sinovlar keldi. Ularning birinchisi mana ahli ridda bo'ladigan bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga boshlaganidan keyin bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima onamiz keldida, "Ya xalifatu Rasululloh, otamdan qolgan mulkni, yerni meni merosimga qilib bering" deb talab qildi. Ali roziyallohu anhu ham billaydi. Rasulullohdan qolgan merosni nima qilamiz degan ikki masalani biri musulmonlarga o'rbo'ra bo'lganda hech kimda bu narsaga javob chiqmagan. Rasulullohni qayerga ko'mamiz degan savol tug'ilganda hech kim javob bermagan, faqat Abu Bakrda bor edi bu o'yin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Nahnu ma'sharal anbiya la nuwarrat, ma tarakna fa huwa sadaqatun" degan hadis Abu Bakrdan rivoyat qilindi. Biz anbiyolar jamoatidan meros olinmaydi. Biror narsa qolgan bo'lsa, u narsa sadaqa qilinadi. Fatima onamiz Abu Bakrni mana shu aytgan so'zdan qattiq ranjidida bir necha vaqtgacha Abu Bakr bilan aloqasini uzib qo'ydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haq edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor edi. Lekin mana shu haq bo'lib turib, Fatima onamiz norozi bo'lib ketganligiga, xafa bo'lsa bo'laversin, men sunnatga amal qildim deb turib shart kesib qo'ymadida, Fatima onamiz betob bo'lganlarida u zotni ziyorat qilgan Abu Bakr uylariga borib, kirishlikka izn so'radi. Fatima onamiz Abu Bakrdan xafa bo'lib qoldi, chunki Haybarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'lish bo'lgan yerlari bor edi. Bu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga, so'zlariga muvofiq Abu Bakr sadaqa qilib yubordi. Abu Bakr haq. Lekin haq bo'lgan Abu Bakrdek kishi, musulmonlarning ustidagi rahbar bo'lgan kishini tutgan yo'lini ko'raydi. Ali roziyallohu anhu kirib, "Abu Bakr sizni oldingizga kirishga ruxsat so'rayapti." Fatima onamiz, "Kirgizishlikni xohlaysizmi?" deb so'radi. Ali ha deb javob berdi. Ruxsat berildi, kirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Fatima onamizga qarata, "Biz Makkada qancha mol dunyoyimiz, ahlimiz, oilamiz, qarindoshlarimizni tashlab kelgan bo'lsak hijrat qilib, biz faqat Allohning roziligi, payg'ambarning roziligi va ahli baytning roziligini istab kelganmiz.
Sizlarning roziligingiz biz uchun juda bir oliy maqom. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir hadislari bor deb hadisni aytib berganlarida Fatima onamiz rozi bo'ladi. Biz haq bo'lgan o'rinda odamlar bilan qilayotgan muomalamizda mana Fatima onamizdek payg'ambarimizning qizidek ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadislardan bexabar bo'lganligi uchun Abu Bakrdan xafa bo'ldi. Abu Bakr haq edi, lekin munosabatda muomalani ko'rib qo'yaylik. Ukalar ba'zi bir sunnatlarni o'qib, ba'zi bir hadislarni bilsak, shuni atrofimizda tushunmayotgan odamlar bizga noto'g'ri muomala qilsa, men haqman, xohlasang ham shu, xohlamasang ham shu. Bilganingni qil deb qo'pollik qilishlik musulmon kishiga umuman yarashmaydi. Haq bo'lgan Abu Bakr, nohaq bo'lgan Fatima onamizga qilayotgan muomalasini lutf bilan, kamoli ehtirom, hurmat bilan muomala qiladi. Demak, Abu Bakrni sunnatiga ergashishlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan biz yurar ekan, biz ham har qancha haq bo'laylik, odamlar bilan lutf bilan, muloyimlik bilan muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkita narsani o'qib o'rganib olgan bo'lib turiblar, haligi ikkita narsani qo'limizga kalta qilib olamiz. Meni bilasanmi? Bilmaysan, sen gapirma. Meni oldimda jim tur. Mana shu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga xilof bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Makka fathidan keyin dinga to'p-to'p bo'lib kirgan arab qabilalari to'p-to'p bo'lib dindan chiqishni boshladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar, insonlar bu dinga to'p-to'p bo'lib kiradilar va sayakhrujuna minhu afwaja, yana to'p-to'p bo'lib chiqadi degan. Makka fathida islom shavkati yuksaldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tganda arab qabilalari kelib iymon keltirdi. Lekin Rasulullohning vafot qilishligi bilan Muhammad o'ldi, endi dini ham tugaydi deb turib dindan qaytishni boshladi. Arab jazirasidagi hamma qabilalar dindan qaytdi. Faqat 3 ta shahar, Makka, Madina, Toif shahridan tashqari hamma qabilalar dindan qaytdi. Dindan qaytishlikning shakli har xil bo'ldi. Ulardan ba'zilarni islomni to'laligicha inkor qildi. Ba'zilari namoz o'qimaymiz dedi. Ba'zilari namoz o'qiymiz-u zakot bermaymiz deydi. Ularga qarshi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'shin tortmoqchi bo'ldi. Sahobalarni hammasi Abu Bakrning bu ra'yiga qarshi chiqishdi. Mana avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafotidan 2 kun avval Usoma ibn Zaydning qo'shinini Rumga jihozlab jo'natgan edi. Madinadan bir necha mil uzoqlikka borganda Rasulullohning vafotini xabarini eshitdi-da, qo'shin qaytib keldi. Shunda sahobalar arablar, qabilalar dindan qaytganligini xabarini eshitgandan keyin, "Ya xalifati Rasululloh, Madinani himoyasiga Usomani qo'shini qolsin, tashqariga chiqarmang" deyishganida Abu Bakr juda bir achchiqlari kelib aytdiki, "Allohga qasam, Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman. Qo'shin chiqadi. Agar Madinaga hujum qilib, musulmon onalarining, ummahatul mu'mininlarning oyog'iga itlar tashlansa tishlagani, men o'zim urushaman ular bilan, lekin Usomani qo'shini chiqar tashqariga." Ansorlardan ba'zilari agar qo'shin chiqadigan bo'lsa, sal bir yosh kattaroq kishini amir qilmaysizmi bu qo'shinga deganida yana achchiqlari qattiqroq bo'lib, Rasululloh tayinlagan amirni qaytardingizlarmi? Allohga qasam, Usoma ketadi amir bo'lib. Madinani himoya qiladigan qo'shin chiqib ketdi. Lekin Abu Bakrning mana shu tutgan siyosati, mana shu tutgan qattiqligi musulmonlarning islomga foydasiga bo'ldi. Usoma qo'shin bilan Rumga qarab ketib borar ekan, yo'ldagi qabilalar Muhammad o'lgandan keyin ham shunday qo'shin chiqara olayotganlarni Madinada demak bundan ham katta quvvati bor dedi. Madinaga hujum qilishni qasd qilgan ba'zi qabilalar Shashlidan qaytdi. Murtadlarga qarshi olib borayotgan siyosatida sahobalarning aksariyati Abu Bakrning fikriga qo'shilmadi. Fikr ikki xil bo'ldi. Abu Bakrning fikri murtadlarga qarshi qo'shin tortamiz. Boshqa sahobalarning fikri, ular mayli zakot bermasa ham bir muhlat berib turaylik, bir qancha vaqt o'tsin, chunki bular islomga yangi kirgan, dinni tushunishmaydi, sekin-sekin mana shu o'rinda tarbiyalab olamiz degan ma'noda sahobalarning ra'yi ikkinchi tomonga. Ular ana shu oriq bo'lgan, nozik bo'lgan, jussasi unaqa katta bo'lmagan Abu Bakrning oldiga Umar ibn Xattobni kirgizishdi. Ey Rasulullohning xalifasi, axir Rasululloh men odamlar la ilaha illalloh deb namozni o'qib, zakotni bermagunlaricha ular bilan urushlikka buyurdim deganlar. Agar ular mana shu narsani qilsalar,
mendan mollari va jonlarini omonda saqlaydi degan, qanday qilib shahodat kalimasini aytgan kishiga qarshi qo'shin tortamiz dedi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni Abu Bakr shunday soqolidan ushlab siltib tortadiki, Allohga qasam, namoz bilan zakotni o'rtasini ajratgan kishi bilan albatta jang qilaman dedi. Abu Bakr Umarga qarab turib, "Jabborun fil jahiliya, xavvorun fil islom." Jahiliyatda jabbor, kuchli bo'lgan, qaytmas bo'lgan Umar, islomga kelganda qo'rqoq, orqaga chekinib o'chirib qolasanmi dedi. Allohga qasam, ular bilan urushaman. Usomani qo'shini g'alaba bilan qaytib keldi. Bir necha kun dam olganidan keyin Usomaning qo'shini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu qo'shinni 11 ta bayroq bilan jihozladi, dindan qaytgan qabilalarni qaytadan dinga qaytarishlik uchun. Usomaning qo'shini boshqa arab qabilalarini haddidan oshmasligiga sabab bo'ldi. Ulamolar aytadi, bu ummatning ustiga ikkita og'ir Rasululloh vafotidan keyin ikkita bir og'ir musibat kelgan. Bittasi shu, musulmon ummat shoshilib ketishlikda Abu Bakr ushlab qoldi bular. Ikkinchisi Ahmad ibn Hanbal mavqifi. Qur'onni maxluq deysan deb zolim sultonlar azoblaganda, Qur'on maxluq emas, Allohning kalomi deb azoblar ostida o'lib ketdi. Agar maxluq deb qo'yganida, maxluq bir kun yaraladi, ma'lum muddat bo'ladi, keyin yo'q bo'lishligi kerak. Qur'onning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi shu gap. Lekin Ahmad ibn Hanbalni tutgan mavqifi bilan Abu Bakrning mavqifi bu ummatda bir bo'lib turishligiga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda ham chiqib qolib shunga bir eslanglar. Qur'on eskidi, endi yangitdan yozish kerak deydigan. Bular kofir bo'ladi. Agar musulmonlikda da'vo qilayotgan bo'lsa ham, Qur'on eskimaydi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafidun. Alloh taolo aytdi, biz Qur'onni nozil qildikmi, o'zimiz himoya qilib beramiz dedi. Qur'on eskiydi, Qur'on zamonga yaramay qoladi degan odam kofir bo'ladi. Chunki Qur'ondagi bitta oyatni inkor qilgan odam 6666 oyatni inkor qilgan bilan barobar bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zamonida qilingan ishlarning eng ulug'i bu Qur'on kitob suratiga kelib jamlanishlik. Yamoma kunida juda ko'p qorilarni shahid bo'lganligidan xabar topgan Umar ibn Xattob u zotning oldiga keldida, "Ya xalifati Rasululloh, Yamomada juda ko'p qorilar shahid bo'lishdi. Agar mana shunday janglarda qorilar shahid bo'laveradigan bo'lsa, Qur'onning katta qismini yo'qotib qo'yamiz. Kitob suratiga keltirishlikka buyuring" deb Hazrat Umar talab qildi. Faqat mana shu ishdagina Umar Abu Bakrdan o'tib ketgan bo'ladi, birodarlar. Bu talabida qattiq ilhoq qilib turganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vahiy kotibi bo'lgan payg'ambarimizning sahobalaridan Zayd ibn Sobitni chaqirtirdi. Zayd ibn Sobit aytadi, Abu Bakrning oldiga kelganimda u zotning oldida Umar ibn Xattob o'tirardi. "Ey Zayd, Umar menga Qur'onni jamlashlik taklifini o'rtaga tashladi. Bu narsani qattiq talab qildi, to Alloh meni qalbimni ochdi. Mana shu narsani, Qur'on oyatlarini bir kitob suratiga jamlagin" dedi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida Qur'on kitob shakliga keltirilmagan edi. Daraxtlarni po'stloqlariga, toshlarga, terilarga yoki suvaylarga yozib qo'yiladi. Zayd ibn Sobit vahiy kotibi bo'lganligidan Abu Bakrning mana shu buyrug'i u kishiga berildi. Zayd ibn Sobit aytadi, agar menga Qur'onni jamlashlikdan ko'ra bir tog'ni ko'chirib ikkinchi joyga ko'chirib qo'y deganida, shu narsa menga osonroq bo'lardi. Chunki buyuk omonat edi bu, Qur'on oyatlarini yig'ishlik. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu mana shu ishni uddasidan chiqdi va oyatlarni to'plar ekan, ana shu xurmoni po'stloqlariga yozilgan, suvaylarga yozilgan, terilarga va insonlarning qalblarida bo'lgan oyatlarni Allohning kitobini kitob suratiga keltirdi. Oxirgi to'plagan oyati Tavba surasidagi 128-oyat edi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Mana shu oyatni jamlashlik bilan Qur'on mukammal holatiga keltirildi. Mana shu mushaf sharif Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu da turdi. U zot vafot qilganlaridan keyin Umar ibn Xattobning qo'lida turdi, so'ngra Hafsa onamizning qo'llariga o'tdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hukmdagi adolat. Abu Bakr mana qo'liga musulmonlar ichidagi eng katta mansab yetganiga qaramasdan haddidan oshgan. O'zgargan yo'q o'zining tabiati. Madinadagi bir mahalladagi ba'zi bir miskin odamlarni borib xalifa bo'lguncha xizmatini qilib turardi. Qo'ylarni sog'aradi, sutlarini chiqarib berardi, xizmat qilardi. 3 yil davom etdi xalifa bo'lgunga qadar.
xalifa bo'lganidan keyin ana shu mahallada yashaydigan qizlardan bittasi aytdiki, endi Abu Bakr xalifa bo'ldi. Endi kelib bizni xizmatimizni qilmaydi. Bizga endi sutlarimizni sog'ib bermaydi dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa kelib, unday demanglar. Allohdan so'rayman, men qabul qilgan mana shu mas'uliyat avvalgi holatimni o'zgartirib qo'ymasin meni. Sutni yana sog'ib beradi. Ana shu qizchaga qarab turib, ko'pirtirib sog'ib beraymi yoki ko'pik qilib sog'ib beraymi dedi. Keyin birodarlar, islom mamlakatidagi birinchi kishi. Chunki bularni amalga o'tirishligi ularning ichi bilan tashini o'zgartirgan emas. Chunki ular Muhammadiy madrasasining oliy talabalaridan bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lguncha ikki ko'zi ojiz, a'mo bo'lgan bir kampir ayolning xizmatini qilardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Madinaning bir chekkasida bir ko'zi ojiz ayol bor ekan, shuni xizmatini qilay deb borsam, uylari tozalangan, tartibga keltirilgan, ovqatlar pishirilgan holda topardim har borganimda. So'ngra shu ko'zi ojiz bo'lgan kampirdan, "Bu ishlarni kim qiladi sizga?" deb so'raganimda, "Tanimayman. Bir kishi kelib har doim qilib ketadi, faloncha vaqtdan beri." Bir necha marta boradi Umar. Uyda tartibga keltirilgan holatda topadida, keyingi safar poylab turadi, qani kim keladi. Poylab tursa, bu qorong'i kechada saharda kelib Abu Bakr Siddiq mana shu kampirning xizmatini qilib ketadigan bo'ladi. Kim bo'ladi? Birinchi kishi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hukm qilishlikda haqiqiy adolat bilan hukm qilgan kishi edi. U zotning oldiga bir ota bola keldi. Kelib, bola aytayapti: "Otam mendan bor burdini talab qilyapti. Bola chaqamga sarf beradigan pulimni ham talab qilyapti." Deganda otaga qarab turib, Abu Bakr insof bilan oling. Shunda hali kishi, axir Rasululloh boshqacha hadis aytgan u. Otam mendan mol mulkimni so'rayapti deganida, sen ham moli dunyoing ham otangniki demaganmidi desa, ha, Rasululloh shunaqa degan edi, faqat o'zingning nafaqang uchun kerak bo'ladigan pulni aytgan Rasululloh. O'zing yashashligi uchun nima kerak bo'lsa so'ramasdan olaver degan, lekin bori burdini olib yo'q qilib olishni aytmagan dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir masalaga ro'baro bo'lsa, o'zida mana shu masalaga javobni topa olmaydigan bo'lsa, sahobalardan so'rashlikdan hayo qilmasdi. So'raydi, ularning maslahatiga quloq soladi, bilmagan narsasini birodarlar bilmadim deb aytgan. Ulamolar aytadi, kishini ilm o'rganishlikdan to'sadigan ikkita to'siq bor. Bir kishini olim bo'lishligidan ikkita narsa to'sadi. Bittasi hayo, ikkinchisi kibr. Hayo shuni ham so'raymanmi deb uyaladida, so'ramasdan ilmsiz solib o'lib ketaveradi. Ikkinchisi kibr. Shuni ham so'raymanmi? Shundan so'raymanmi? Ibn Sirin aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin bu ummat ichidagi eng afzal kishisi Abu Bakr va Umar o'zi bilmagan narsani bilmayman deyishlikdan hayo qilishmasin. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu musulmonlarni baytul molini idora qilishdi. Baytul molni Abu Bakr Siddiq hech qanday qo'riqchisiz qo'yardi. Qorovul bo'lmas edi. Qorovul qo'yib qo'ymaymizmi desa, qulib ilib qo'yganman deydi. Ya'ni davlatda boyligi turadigan xonaga qo'riqchi qo'yganlar bilan baytul molda hech narsa yo'q edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot qilganidan keyin Umar ibn Xattob va bir qancha sahobalar baytul molda qancha pul qoldi ekan, bir qator atchotga olib qo'yaylik deb turib, haliga kirib sandiqni ochib qarashganda bir qancha sahobalar biror dinor ham, biror dirham ham qolmagan bo'ladi. Madinaga kelgan boylikni Abu Bakrga o'lchab beradigan taroziboni bo'ladi. Har kelgan tillarni tortib qo'yadigan. Shundan chaqirib so'rashganida qancha kelganida Abu Bakrga mana shu 2 yildan oshiqroq muddatda deganda 200 ming dinor oldim degan. Biror chaqasini, biror tiyinini qoldirmasdan musulmonlarni o'zlariga sarf qilgan bo'ldi. Chunki bular omonatdor edi. Bular omonatdor edi. Bir tiyinni yeyishmas edi ummatning puli. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning o'zidan keyin xalifa bo'lishligiga dalolat qilishlari. Abu Bakr ahli riddalarni o'rniga qaytardi. Shom va Iroq o'lkalari bir chekkadan fath bo'lishni boshladi. Musulmonlarga dunyo oqib kela boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlar bilan bo'lgan g'azotlarda u kishiga zaharlangan go'shtni olib kelishadi-da, mana shu zaharlangan go'sht deb umrining oxirigacha mana shu zaharning ta'siridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiynalib o'tadi. Tabaqot ibn Sa'dda keltiradi, Abu Bakr va Xoris ibn Kilda hadiya qilingan ovqatni yeshar ekan,
bir qancha luqmani yegandan keyin Xoris ibn Kilda aytadiki, tashlang bu ovqatni. Bu zaharlangan ekan. Tashlashdi, lekin ichlariga bir qancha o'tdi. Bu kishi aytdiki, bu 1 yildan keyin ta'sir qiladigan zaharga o'xshaydi. 1 yilda keyin bir kunda ikkalamiz o'lsak kerak edi. Mana shu zahar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni 1 yildan keyin yiqitdi. Xoris ibn Kilda ham mana shu Abu Bakr vafot qilgan kunda vafot qiladi. Vafoti yaqin bo'lgan paytda o'zidan keyin bu ummatni tinchligi, birligi va mustahkam turishiga harisligini ko'ringki, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhuni chaqirdi. Betob bo'lib o'tar ekan, amalga, mansabga hozir belgilanadigan vaqtda sahobalar bir-biri haqida gapirgan gapni eshitaylik. Abdurrahmon ibn Avf chaqirib turib, Umar haqida nima deysiz? Hamma tushunib turibdi o'zidan keyin xalifani belgilayotganligini. Abdurrahmon aytadiki, "Ey xalifat Rasul, Umarni mendan ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilasiz u. Shunday bo'lsa ham Umar haqida nima deysiz?" Abdurrahmon javob beryaptiki, "Ey Abu Bakr, siz so'ragandan ko'ra yaxshiroq odam. Siz o'ylagandan ko'ra yaxshiroq odam" dedi. So'ngra Usmon ibn Affonni chaqirdi. "Umar haqida nima deysiz?" "Ya xalifat Rasul, Umarni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz u. Shunday bo'lsa ham, ya Abdulloh." Usmon javob berib aytdi, "Alloh guvoh. Uni ichi tashidan ko'ra dedi afzalroq. Biz ichimizda unday kishi yo'q." Sahobalarda juda ko'pchilik bilan maslahat qildi, muhojir va ansorlar bilan. Bir-biri haqida yaxshi gapni gapirgan bo'ladi. Usayd ibn Huzar aytadi, u Alloh rozi bo'ladigan narsadan rozi bo'ladigan, Allohni g'azablantiradigan narsadan g'azablanadigan, ichi tashidan ham chiroyli bo'lgan kishi. Bu ishni sizdan keyin uddalaydigan yagona kishi Umar deb javob beradi. Bir-birlari haqida gapirayotgan gap. Amal o'rtaga tashlanyapti. Kim boshliq bo'ladi? Bular hammasi bitta kishini tavsiya qiladi. Mana shunday bir maslahatdan keyin Abu Bakr Siddiqni Umarga bo'lgan iymoni, e'tiqodi yana ham ziyoda bo'ladi. So'ngra ba'zi bir sahobalar Umarni xalifa bo'lishidan xabar topib qolib, Abu Bakr betob bo'lib yotgan xonaga kirishdida, "Ya Abu Bakr, Umarni qattiqligini, shafqatsizligini bilib turib, biz ustimizga xalifa qilib qo'yib ketib, Allohning oldida nima deb javob berasiz? Meni o'tkazib qo'ylar" dedi Abu Bakr. Jo'lab o'tkazib qo'yishdi. "Alloh bilan meni qo'rqitasizlarmi? Allohning oldiga borganda nima deysan deb qo'rqitasizlarmi? Allohga qasam, Allohning oldiga borsam aytaman, Parvardigori, bu ummatga mendan keyin mana shu ishni eng zo'r uddalaydigan, ular ichidagi eng afzali, eng taqvodori, sen o'zing yaxshi ko'rgan bandang Umarni qo'yib keldim deyman. Meni shu narsa bilan qo'rqitasizlarmi?" dedi. So'ngra Abu Bakr mana shu o'rinda, "Ey Usmon, yozing" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Abu Bakr xalifatur Rasulni dunyo hovlisidan chiqib, oxirat ostonasida turgan holda aytgan oxirgi ahdi. Men o'zimdan keyin Umar ibn al-Hattobni xalifa bo'lishligini ixtiyor qildim. Unga itoat qilinglar, unga quloq solinglar. Agar yaxshi hukm qilsa, men u haqida o'ylagan yaxshi gumonim. Agar o'zgartirsa, g'aybni bilmayman. Kishi o'zini ishining qiyomatda javobini oladi. So'ngra kitobat yozib bo'ldi, varaqni oldi. Usmon ibn Affonga chiqing musulmonlarga, Umarga bayat berishni aytdi. Usmon ibn Affon Abu Bakrning hujrasidan chiqar ekan, Abu Bakr derazaning oldiga keldida, "Ey insonlar" dedi, "hali xat o'qilgani yo'q hali. Ey insonlar, men sizlarga xalifani tayinladim. Rozi bo'lasizlarmi?" deganda hamma rozimiz deydi. Kimligini bilmadi hali hech kim. Shunda Ali turdi. Ali turdi, "Men noroziman" dedi. Umardan boshqasiga noroziman. Siz aytgan Umar xalifa bo'lasizlarga dedi. Ali ibn Abi Talib. Umardan boshqasiga rozi emasmiz deydi. So'ngra Abu Bakr Siddiq Umar ibn Xattobni xoli holda o'zining oldiga chaqirdi, unga vasiyat qilishni boshladi. "Ey Umar, Allohdan taqvo qilgin. Alloh taoloning faqat kunduzi qabul qiladigan amallari bor. Kechasi bu amallar qabul bo'lmaydi. Va faqat kechasi qabul bo'ladigan amallar bor, kunduzi qabul bo'lmaydi. Qiyomat kunida savobli amallari og'ir keladigan kishilar savobli amalni qilganligi bilan, haqqa itoat qilganligi bilan og'ir bo'ladi. Gunoh pallalari og'ir bo'lgan kishilar Allohga osiy bo'lganligi bilan, dunyoga berilib botilga itoat qilganligi bilan
gunoh amallar og'ir bo'ladi. Alloh taolo jannatiylarda zikr qilar ekan, ularda savobli amallar borligini aytgan. Alloh ularning xatolarini kechirib, darajalarini ko'taradi. Qo'rqaman, Alloh meni o'shalardan tashqarida qilib qo'ymasin. Keyin bu kishi jannatda xohlagan 8 eshigidan kirasan degan kishi yaxshilarning qatorida Alloh meni aytmay qo'ymasin deb qo'rqan. Alloh taolo jahannam ahlini zikr qilganda ularning gunohlari bilan aytgan. Qiyomatda savobli amallari qabul qilinmaydi. Qo'rqaman Allohdan, meni ismimni mana shu jahannam ahlilari qatorida aytib qo'ymasin. Ey Umar, bandada qo'rquv va umid sifati bo'lishi kerak. Allohning rahmatidan umid, azobidan bo'lgan qo'rquv. Ey Umar, Allohdan taqvo olgin. Umar ibn Hattobga xos vasiyatlarni qiladi. Umar ibn Hattob bayat olgani chiqib ketar ekan, Abu Bakr qolib duo qiladi. Parvardigoro, men ummat uchun faqat yaxshilikni xohladim. Ularning ustida fitna bo'lishini xohlamayman. Parvardigoro, sen bilgan amallarni ustida amalga oshirdim. O'zimni ro'yim bilan ijtihod qildim. Ularning ichida eng kuchligi, eng afzalligini vali qildim. U musulmonlarga hidoyatiga haris bo'lgan kishi. Parvardigoro uni isloh qilgin. O'zining xulofoi roshidinlaringdan qilgin. So'ngra duo qilar ekan, Parvardigoro, menga bergan narsalarning hammasini oqibati yaxshi bo'lsin va menga bergan yaxshi oqibati eng oxirgisi o'zingning roziliging bo'lsin. Parvardigor, rahmatingdan noumid qilma. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Umar ibn Hattobni xalifa qilib tanlagan paytda xato qilmagan edi. Ibn Mas'ud aytadi: 3 ta odam 3 ta o'rinda eng farosatli, fahmli kishilar bo'lgan edi. Ulardan birinchisi Abu Bakr Umarni xalifa qilib tanlaganda eng farosatli kishi bo'ldi. Ikkinchisi Musa payg'ambar Shuayb alayhisalomni qizlarini qo'yini sug'orib bergandan keyin Shuaybni oldiga borganda qizlardan bittasi, "Ota, bu odamni xizmatga olaylik, ishonchli, kuchli odam ekan" degan edi. Mana shu paytdagi shu qiz aytgan so'zi eng farosatli odamning gapi bo'ldi. Hamda Yusuf alayhisalomni qulligida sotib olib kelib vazir ayoliga topshiryapti, "Unga yaxshi muomala qilgin, shoyat bizga foyda qilsa" deganda aytgan so'zi eng farosatli kishilardan bittasining so'zi bo'ldi. Abu Bakr Umarni xalifa qilib tanlar ekan, adashmagan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot yaqin bo'lganda qizi Oysha Siddiqiya roziyallohu anhoni chaqirdi. So'ngra quyidagilarni buyurdi. Abu Bakrning qiziga qilayotgan oxirgi vasiyat. Ey qizim, bizni musulmonlarning ustiga rahbar qilib saylangan kundan boshlab oddiy ovqatdan va oddiy kiyimdan oshadigan biror chaqani olib yemaganmiz. Biz nima yegan bo'lsak, musulmonlarning molidan yeganmiz. Ko'p ham, oz ham mendan keyin qolgani yo'q. Faqat mendagi mana bu qora qul bor. Suv tashishga ishlatadigan hachirimiz bor. Sutini sog'ib ichadigan tuyamiz bor. Hamda sut toqqanda ishlatadigan jomimiz, tog'oramiz bor. Hamda bitta ridoyim bor, musulmonlarning molidan olingan. Qabilalar elchilari kelganda ularni kutishlik uchun kiyib chiqardim. Mana shular musulmonlarning baytul molidan olingan. Men o'lganimdan keyin topshirib qo'ying, omonat yelkamda ketmasin. Biz o'zimizga ibrat uchun, namuna uchun bo'lgan kishilarni tanimaganligimizdan kimlarga taqlid qilib, kimlarga o'xshab yashayotganimizni bir qarab ko'raylik. Mana birodarlar. Butun ummatda boyligi qo'lida bo'lgan kishi o'lgandan keyin qolayotgan arzimagan dunyo matohini yelkamda qolmasin, qiyomatda javob bermay, baytul molga olib borib tashlab qo'ying. Bu narsalarni vafotidan keyin Oysha onamiz olib borib berar ekan, dod deb yig'lab aytadiki, "Ey Abu Bakr, Alloh sizga rahmat qilsin. O'zingizdan keyin keladigan xalifalarni qiyin ahvolga tashlab ketyapsiz. Yana sizdek qila olmaymiz biz" degan. Dunyodan olgan matosi shu bo'lgan ular. Ularning suyukli payg'ambari sollallohu alayhi vasallam mana shunday faqirona hayot kechirgan edi. Birodarlar, Rasululloh bilan Abu Bakrni zaharlagan dunyodan nimani umid qilishimiz kerak? O'lim kasali bilan yotar ekan, u zotning oldiga kelib turib, "Ya xalifati Rasul, tabib chaqirmaylikmi sizga?" "Tabib chaqirdik, kelib ko'rib ketdi meni." "Nima dedi?" "Qala inni fa'alu bima yurid." Xohlaganimni qilaverishini aytdi. Yer yuzida yashab o'tgan payg'ambarlardan keyingi eng afzal bo'lgan insonni dunyodan ketadigan soat keldi.
Agar inson bolasini do'st tutishligi mumkin bo'lganida Abu Bakr do'stlari degan mana shu Abu Bakr ketyapti. Jannatning xohlagan 8 eshigidan kirishga ixtiyori berilgan Abu Bakr ketyapti. Dunyoni hammasi qo'liga kelganda dunyoda nar qilib siz bilan bizga oliy namuna bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ketyapti. Parvardigori umrimning eng yaxshi qismini oxirgi qismi qilgin. Parvardigori oxiri yaxshi bo'lsin va eng yaxshi kunim senga ro'baro bo'ladigan kunim bo'lsin. Parvardigori men sendan oqibat yaxshi bo'ladigan jamiki yaxshiliklarni so'rayman va menga bergan yaxshiliklarning ichidagi eng afzali sening roziliging bo'lsin va jannatdagi oliy darajatlar bo'lsin. Vafot qilar ekan Oysha onamizdan so'raydi, Rasulullohni qanday kafalagansizlar? 3 savb bilan. Mana shunday kafanlaylar. 2 savbni ustiga o'rab tayyorlagan paytda ustimdagi kiyimni yechib, 3-inchisiga qo'shinglar. Bu eski ekan desa, yangisiga tiriklar ko'proq muhtoj bo'ladi matohda. Meni eskisi bilan ko'maringlar. U zot vafot qildilar. U zotning xalifa bo'lishligi 2 yil 3 oy va bir necha kunga yetdi. Va payg'ambari sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandek 63 yoshlarida vafot qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot qilganidan keyin Ali roziyallohu anhu xabar topdi-da tezlik bilan yetib kelib, eshigini oldida to'xtab turib, "Ey Abu Bakr, Alloh sizni rahmat qilsin. Siz Rasulullohning do'sti, ulfati hamda shodligi edingiz. Ishonchi, sirdoshi hamda samimiy maslahatdoshi edingiz. Islomga birinchi qadam qo'ygan o'zingiz edingiz. Allohga bo'lgan iymoningiz eng ixlosli, haqqoniy va sofdil bo'ldi. Allohga bo'lgan e'tiqodingiz shubhasiz chinakam, chuqur va juda mustahkam edi. Ey Abu Bakr, Allohni eng ko'p yaxshi ko'radigan siz edingiz. Alloh diniga eng buyuk hissa qo'shgan siz edingiz. Rasululloh haqida ko'p qayg'urib, asrab avaylab ehtiyot qilgan ham o'zingiz. Islom dini uchun eng xayrixoh, moyila va iltifotli ham o'zingiz edingiz. Rasulullohga eng suyukli va munosib sifatlarga ko'proq ega bo'lgan sahoba ham siz edingiz. Darajangiz oliy, Rasulullohga yaqin va to'g'ri yo'l yurishda ham, itoat qilishda ham Rasulullohga o'xshaydigan kishi ham faqat o'zingiz edingiz. Rasululloh oldida sharaflirog'i, hurmatlirog'i ham siz edingiz. Ey Abu Bakr, Alloh sizni eng afzal mukofot bilan siylasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ergashinglarda tashlab ketgan Abu Bakr vafot qildi. Sahobalarga Rasulullohning vafotidan keyingi yetgan ikkinchi qattiq musibat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning vafoti bo'ldi. Insonlar Rasulullohni yolg'onchi deganlarida siz tasdiq etdingiz. Siz Rasululloh uchun ko'z va quloq edingiz. Alloh sizni kitobida Siddiq deb nomladi. Siz Rasululloh bilan og'ir, mashaqqatli va qiyin kunlarda doim birga bo'ldingiz. Rasulullohdan keyin islomdagi xalifa siz bo'ldingiz. Hech bir kishi siz qodir bo'lgan ishga qodir bo'la olmaydi. Sahobalar madordan ketib, oyoqlari qaltirab yer titraganida siz sobit turdingiz. Rasululloh yo'lini lozim tutdingiz. Munofiq va yolg'onchilarga parvo qilmay haqqoniy xalifa bo'ldingiz. Musulmonlar sizning hukmingizda omonda bo'ldilar. Ey Abu Bakr, jismingiz zaif bo'lishiga qaramasdan dinda kuchli, kamtar va Alloh huzurida aziz va ulug' banda edingiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh qazosiga rozimiz. Ishimizni o'ziga topshiramiz. Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin sizdagi zot yer yuzida yashamaydi dedi. Bu Ali roziyallohu anhuning Abu Bakr haqida aytgan so'zlari. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 63 yoshida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotidan keyin 2 yil 3 oy va bir necha kunlardan keyin vafot qildi. O'zidan keyin bu ummatga Umar ibn Xattob